Oyiqchalarim barchasini hal qilishadi. Mana bu boshqa gap. Vanilopaga shon-sharaflar bo'lsin. Qulayliklar malikasi. Qoyil. Vanilopa. Shuncha kiyimlarni kiyib ko'rganman, ammo qachonlardir ustimda qanday atalardi? Futbolka. Futbolka bo'ladi deb o'ylamagan edim. Tush ko'rdim. Unda futbolkalarda ekanman. To'xta, bu yana nima? Bumi bu qo'shiq? Buni bilaman, ammo to'satdan nur va musiqa qayerdan paydo bo'ldi? Siz ham sezdingizmi? Malikalar orzulari haqida kuylaganida nur va musiqa paydo bo'ladi. Ammo menda bunaqasi hali bo'lmagan. Biron marta ham. Unday bo'lsa urinib ko'r. Eng xohlagan narsangni ko'z oldingga keltir va u haqda kuyla. Ha, shunday qilsa bo'ladi. Nega bo'lmas ekan? Yoqimtoy runlar, yoqimtoy runlar, ularni qanchalik istayman. Tu. Wow. Iqtidor hali ichkarida berkinib yotibdi. Sen kuylayotgan rol menimcha metafora bo'lsa kerak.